Qiz ayollarning yog'liq chegib uxlashi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qiz ayollar kechda uxlaganda cho'qim yog'liq chegib uxlashi kerakmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Namahram er kishi bo'lmagan yerda qiz ayollar o'ltirganda yoki uxlaganda yog'liq chegishi kerak emas. Namahram qiz ayollar bar uyga kirishda eshikni qiqib ijozat so'rash islomdagi bir adab qoidadir. Haq taolo aytadi: "Ey iymon etganlar, o'z uyinglardan boshqa uylarga, uy egasiga xotirjamlik his qildirib, salom bermagicha kirmanglar. Bu sizlarga yaxshidir." Nur surasi 27-oyat. Alloh taolo yana aytadi: "Romanlar bilan ko'kraklarni yapsin. Zinnatlarni erlaridan, otalaridan, ya qayn otalaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarning o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hamshirlarning o'g'illaridan, ya o'z ayollaridan, ya qo'l ostidagi qullaridan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilardan, yoki ayollarning oyatliq joylarini uqmaydigan bolalardan boshqalarga ko'rsatmasin." Nur surasi 31-oyat. Bu oyatda ayol kishi zinnatlarini ko'rsatadiganlar qatorida ayolning eri bor. Balki zinnatlanishdan asosli maqsad erga ko'rinishdir. Undaq bo'lgan ekan, er ayolining ham yeriga qarasa bo'ladi. Uxlaganda yog'liq bilan uxlasa, er ayolining zinnatini, jamolini qandoq ko'radi? Yana Alloh taolo buyurganki: "Ey iymon etganlar, qo'llaringlar ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz bomdatdan burun tushda aram olishga kiyiminglarni solgan chog'inglarda va xuftandan keyin mushu 3 vaqtda yininglarga kirishda ijozat so'rasin." Nur surasi 58-oyat. Ya'ni mushu 3 vaqt kiyimlarni selib aram oladigan vaqt bo'lg'achqa kichik bolalarni kirishga ijozat so'rashga buyurgan. Buningdan ayollarning yog'liq artmay, balki tahi odatdagi kiyimlarni selib yetib yetishning joizligi chiqib turadi. Buningdan boshqa vaqtlarda kichik bolalar ijozatsiz kirsimi, cho'nglar yanada ijozat bilan kirish kerak. Sahil ibn Said radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijozat so'rash degan ko'z uchun yo'lga qo'yilgan degan. Agar ba'zi oilalarda yoki ba'zi shaharlarda ayollar yotgan uyga ijozatsiz usubli kiraveradigan odat bo'lsa, nomahramga tuyuqsiz boshliq ko'rinib qolmaslik uchun ehtiyot yo'sidan yog'liq chegib yetish kerak bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 200-numurliq fatvo.